Vista Video Cinema. Bugun Maksimum jamoasini konsertiga keldik. Xudo xolisa zo'r bo'ladi degan umiddamiz. Hammaga omad. Muxlislar ko'payaversin bu Maksimumni ham. Omad tilaymiz hammalari. Nima deydi? Zo'r bo'lsin, hammasini omadini bersin. Maksimum darajada yashin tezlikda rivojlanyapti. Xudo xolasa shunaqa rivojlanib ketsinki, meni piarlarimdan ham ko'p tarqalishdan kelsin. Assalomu alaykum. Hurmatli paxtakorlar. Paxta 1990-yil terimchilari. Bu yil oblastimizda har bir gektardan 90 sentnerdan hosil oldik. Barakalla. Barakalla mirishkorlarimiz. Ha. Terimchilarimizning yuzidagi xursandchilikni aytmaysizmi? Ha. Ularning tabassumi yo'q. Gülgülleri. Aytishadi-ku, 1000 marta eshitgandan bir marta ko'rgan yaxshi. Alamay, ha, mana ular. So'lim, ko'ksimdadir o'ng qo'lim. Aytolmayman sizlarga. Suyuq oyoq chap qo'lim. Feruzaxon, Hayla bey. gul berdingiz paxta dalada. Ay sekin. Sizni kutay qaysi kapada? Meni kutmang kapada, bashariz hapada. Gulni bersang otga ber, g'asir-g'usir chaynasin. Qizni bersang cholga ber, soqqolini o'ynasin. Voy, kalda paypoq kiyibsiz. Voy, dugonamni siyibsiz. Shuni biling Azimjon, pishmagan sabzini yeyibsiz. kaltaligim bilibsiz. Voyay. Bilib turib kelibsiz. Biriga yegan sabzini hammaga bildiribsiz. Hey, yuragim jo'shib ketdi. İlhamim toshib ketdi. Hey, pishmagan bo'lsa ham mayli. Sabzi ham oshib ketdi-da. Hey, akaginang menga jurami? Yo bo'lmasam turami? Sen ana bir yerda jirtillab yursang, paxtani enang terami. Paxta
paxta jon paxta. Yaproqlari ninacha. Paxta zorda aylanib, ota bo'lganlar qancha. Amulazi judoyi. Otangni ko'zini nurisan. Ye onangni. Ko'zini ko'rsan. Bunday sizga qarasam, sinibdi-ku tushingiz. Xotin bilib qoldimi? Qilib yurgan ishingiz. Hey! Ishimiz singani yo'q. Xotin ham bilgani yo'q. Birga qilgan ishimizni itam bilgani yo'q. Hurmatli mirishkorlar, sizlarning mehnatlari sababli mana bugun biz orderonlik. Rais buva! Shunga qo'ying. Shu qistov ballarni qo'sh qo'sa bo'lmaydi-da. Rais buva, obkom kelyapti, paxtani obkom qiladi. Ajoyib yurtimiz bor, yarimi paxta, yarimi bog', yarimi yozuv, yarimi bahor, yarimi jannat, yarimi tog'. Xo'p, ajoyib yurtimiz bor, yarimi gulshan. Hormanglar. Yomon ishlar qilmanglar. Yomon ish qilsalaring ham paxta dalada qilmanglar. Ana 18-aganda kim paxta terdi? Men. Sen qilgan ishingga javob bergin, mana tagini tozalab qo'ygin. Shuni. Paxtakorlar qaranglar. Hormanglar paxtakorlar. Birinchi qatordagarmi bu hammasi boylarga. Bular paxtaga chiqmaydi, umuman. Bular faqat soqqasini bertirdilar-da bular. O'rtadagilar. Bular paxtaga chiqadi. Kuchi yetgancha teradi. Qolganiga soqqasini beradi. Balqon! Bular haqiqiy kambay. Bir narsaga tushunmayman-da. Birinchi qatorga paxtani terib berib pulini oladi. O'rta qatorga paxtani terib pulini oladi. O'zlariga ham paxta terib pulini oladi. Shuncha puli bor, balkonda nima bor? Akkom buva, meni shikoyatim bor. Xo'sh. Mana biz hammamiz paxta teryapmiz, lekin mana Ozod nima paxta termaydi? Menga qanday tushuntirsam ekan? Ozoda qilgan ishni qila olasanmi? Yo'q. Bo'lmasa aralashma. Ozoda deganlaringga, ey jonim, ey. Men qarang, Ozodaxon garchi paxta termagan bo'lsa ham, shiyponda qilgan ishlari uchun singlimizga yangi videomagnitofon Nemetskiy kinosi bilan. Obkom buva, bu Nemetskiy kino qanaqa kino u? 17 minutlik kino, Dashiz qilaysiz, ko'ring, bor yaxshi kino. Obkom buva, nimaga paxta termaganligi magnitofon, paxta terganlargachi? Bor. Sizga Kukmaridan yangi skrovotka. Yana nechasini o'ylayapti? Nimaga termaganlarga magnitofonda, terganlarga Kukmaridan skrovotka? Jabr skrovotka bo'lagansangiz-a? Bezingni qaytaraman. Apa qilgan ishni apa qila oladimi? Yo'q. Bo'lmasa aralashma. Hurmatli paxtakorlar, bugundan boshlab oblasimizni tomchilatib sug'oramiz. Obkom buva, assalomu alaykum. Bilasiz, meni yerlarim shunday qaqshab yotibdi-da. Xabarim bor. Hammani yerni tomchilatib sug'orasizlar, apanikini shaldiratib sug'oramiz.
hammaga 12 talik turma qo'yasizlar. Apaga 50 talik turma qo'yasizlar. Bu ish bilan shaxsan o'zim shug'ullanaman. Shunday. Endi Afg'on bo'lming ko'rg'usur. 50 talik turma sal problema, u qo'l kaltalik o'tiribdi. Bu markazga chiqish kerak. Chiqamiz. Bu masalani sizlar siz shipon kirib turinglar. Bu masalani hal qilamiz, yigitlar. Meni qo'lim uzun. Xohlagan joyimga yetadi. Hal qilamiz, muammo yo'q, problema yo'q. Endi Abkom bu uzun qo'lam tez charchab qoladi-da. Charchagandan keyin ko'targisi kelmay qoladi. Endi Abkom bu. Qo'lcha bo'lish kerak, kaltagina baquvvat bo'lish kerak. Voy sapernikchaga tirs suqadi. Onajon bo'lish kerak. Endi men qaranglar, qo'l deganlaringga boksyorlarning qo'lini aytinglar. Shu Mike Tysonning qo'li shuncha bormi? Shuncha bormi? Shuncha bormi? Tomoqqa chekanda o'zi ham, ha? Men qaranglar, o'zi aytadi-ku, negerlarning qo'li uzun bo'ladi, ha? Mike Tyson urgan raqibini ham ko'nglini aynitib yuboradi. Hey. Shu Mike Tyson borku. Zo'r urishadi. Shu arada bir tishlash bo'lmaydi. Endi ukajonim hamma har xil jang qiladi-da. Kimdir urib jang qiladi, kimdir turib, kimdir yig'lab, kimdir yotib, kimdir o'zi bilan o'zi jang qiladi ukajonim. O'zingiz qanaqa jang qilasiz? Endi bizning yoshimiz ancha o'tib qoldi. Birinchidan biz yosh tanlamaymiz. Keyin joy tanlamaymiz. Trenirovkani uyda qilamiz, jangni ko'chada qilamiz. Bularni bilib qo'yinglar. Biz jangni orqasidan quvmaymiz, lekin bo'lsa qo'ymaymiz. O'zi nechta jang o'tkazgansiz? Endi biz hayotimizda shu 500 ta jang o'tkazgan bo'lsam, shundan 480 talari knockdown bilan tugagan. Lekin bizda asosan janglarimiz chetda bo'lgan. Yo'g'i. Tailand, Pattaya tomonlarda bo'lganda. Shu janglarimizni kerak bo'lsa raqibimizni Toshkentdan olib borib jang qilamiz. Endi Abkom buva. Mana jangchilar o'tirib turuvchi qatorda. Endi Abkom buva, siz sportni qaysi turi bilan shug'ullanasiz? Endi biz sportda asosan MMA bilan erkak kurash bo'yicha shug'ullanganmiz-da. Lekin yoshligimizda Sirdaryoda polni rukapashli boy bilan shug'ullanganmiz. Paxtan teringlar, kallan qo'tirmang. To'xtang rais, bugun yakshanba, bugun bir dam olaylik. Dam olaylik endi. Paxtamizning boyligimiz, G'o'zapoya oyligimiz. Bilasiz apa? Endi bolalar amalish kerak. Qiynalib katta bo'lyapsizlar. O'lib qolmanglar. Assalomu alaykum qadrli do'stlar, hurmatli mehmonlar. Maksimum jamoasining Maksimum kulgu deb nomlangan konsert dasturiga xush kelibsiz. Barchangizni xush ko'rdik azizlar. Xabaringiz bor, jamoamiz ilk konsert dasturini 2019-yilda siz azizlarga taqdim qilgan. Endi albatta karantin, pandemiya sababli bir yil dam olishga to'g'ri keldi va biz kuch-quvvatimizni to'plagan holda yangicha yondashuv, kreativ hazillar va jaydari sahna ko'rinishlari bilan birga bugun sizlarning oldingizdamiz. Qo'llab-quvvatlab tursangiz, o'z sahna ko'rinishlarimizni boshlaymiz. Barchamiz talabalik davrimizda yoki bo'lmasam maktabda o'qiganimizda ustozlarimizdan o'qisang odam bo'lasan degan gapni juda ham ko'p eshitganmiz. Tasavvur qiling, ustoz hamda shogird oradan 10 yil o'tib uchrashib qoldi. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Sog'ligingiz yaxshi, ha? Butun kreslolar, butun, ha? Endi kreslolar domillangizga yarashadi-da, Mahmudov. Ispaydam siyosatni yaxshi ko'raman. Men qarang, Mahmudov. Ha. Bu nima ishlar bilan shug'ullanasiz? Endi shu o'qishni bitirgandan keyin islomni odam bo'lmaysan deydi. Ha. Shu o'qishni bitirdik. Firmamiz bor, 50 ta olmishta texnikalarimiz bor. Ishchilar yuribdi, biznes dom qurdik. Yaxshi. Yo, malades. Endi havo ham isib ketdi, domlar. Ha, juda qizidi. Morsdan qo'ying qani? 5 so'mlik, 1000 so'mlik. 1000 so'mlikdan.
Hokim falonchini ishdan oldi, pistonchini bo'shatdi degan gaplarni juda ham ko'p eshitganmiz, lekin hokimlarga ham lavozim abadiy berilmagan. Ishdan bo'shatilgan hokim ertasi kuni bosib olmaymanmi? Qizlar bilan tanishish juda ham murakkab ish, lekin 5 daqiqada qizlarni o'rash faqatgina diskotekalarda bo'lishi mumkin. Yaxshi qilib tanishaylik. Yo'q, tanishmayman. Yaxshi qilib tanishaylik. Tanishmayman dedim-ku. Yaxshi qilib tanishaylik. Xitoydingiz-ku, tanishmayman dedim. Nima bo'ladi tanishsiz? Bilasizmi kimman? Kimsan? Mana shu diskoteka egasi bo'laman. Hokim bu nima qilamiz? Diskoteka sinovga tushdi, buzamiz. Xo'p, davom etamiz azizlar. Davralarning ko'rki, to'ylarning ko'rki boshlovchilar hisoblanadi. Kimdir ularning tashqi ko'rinishiga, kimdir so'zlashiga havas qiladi. Lekin ming afsuski, befarosat boshlovchilar ham yo'q emas. Tabrik uchun so'z navbati viloyatimiz hokimi Nabijon Xaliyevga. Chiqing birodar. Ko'chalarda yursangiz sevishganlarga ko'zingiz tushadi. Ularning ayrimlari endi tanishgan bo'lsa, ayrimlari esa ajralishmoqda. Gapirmay menga boshqa tushundingizmi? Intizor. Aziz o'chiring. Xafa bo'lmang. Boshqa kutmagandim. Bosib olmaymanmi? To'ylarda hech raqqosa va doirachiga e'tibor berganmisiz? E'tibor bersangiz, ularning so'zlashuv tili borligini ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Demak, bizda doira raqsi, doirada samandar, raqsida farog'at. Haligi befarosat boshlovchi esinglardami? O'sha hali ham chetda yurgan ekan. Chiqasmi yo'qmi? Deng. Bugungi kunning eng ommalashgan kasblaridan biri blogerlik hisoblanadi. Ayniqsa bloger qizlar juda ham ko'payib ketdi. Tasavvur qiling, umrida birinchi marotaba uchrashuvga chiqqan bloger qiz. Hammaga assalomu alaykum. O'rtoqlar, banda nihoyatda uchrashuvga chiqdim. Mana yigitim. Amin. Mana hozir amin deyapti, lekin to'ydan keyin aniq olaman. Uchrashuv yaxshi bo'lgan shekilli, to'y ham bo'libdi. To'ydan keyin chimildiqda nima gap? Kuyov bola. Nimaga? Kirmayman. Nimaga kirmaysan? Nima deyapti bilasizmi? Nima deyapti? Davomini ko'rmoqchi bo'lsanglar 3000 ta like bosinglar deb o'tiribdi-anu.
Bitta yergacha like bosib chiq. Yo'q. Tezroq kirsam bo'lmagan bet tugayapti. Bugun qayerga bormang qurilishlarga ko'zingiz tushadi. Quruvchilarimizni tezkorlik bo'yicha Guinness rekordlar kitobiga kiritsa ham bo'ladi. Tasavvur qilasiz, bir oyda qurib bitkazilgan 9 qavatli turar joyning topshirish marosimi. Hurmatli quruvchilar, sizlarga qoyil qolish kerak. Mana 9 qavatli binomizni bir oyda qurib bitkizdinglar. Qarsanglar, solinglar qarsanglar. Endi shuni munosabati bilan sizlarga mana quruvchining yordamchisiga shu domdan 2 xona va prorabimizga shu domdan mana 3 xona podarka qilamiz. Rahmat hokim bu. Hurmat uchun rahmat, e'tibor uchun rahmat. Endi biza kim? Biza bir sassiq bir usta bo'lsak. Bir qishlig'ishga ulaganmiz. Agar ras shu domdan bo'lgan bo'lsa, mana 2 xonani o'ydi, mana bu yoqqa 5 xonaga beraveramiz. Ovozim chirilsa, endi hokim bu bilasizmi, endi og'zini bir chakkasidan chiqib ketdi-da. Biza bir xo'jayin bo'lsak, prikazni beramiz, endi bachala qilgan shu domdan bo'lagan bachalay beringlar bizlar. Mana insof. Shu insofinglar uchun ikkalaylarga ham shu domdan 5 xonadan beraman. Hokim bu ko'ndirdingiz, faqat shu domni taydamas, sal beriroqda gaplashaylik, keling. Bozorlarga borsangiz, turli xil sotuvchilarga ko'zingiz tushadi. Uylarning ayrimlari ko'p gap, ayrimi kam gap. Bizning sotuvchimiz esa biroz g'iybatchiroq. Qanaqa ketyapsizlar? Amitga bormayli qonlar bo'lsa qilolmaydi ovqatlarni. Bir dinga qilmas. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. O'ga yaxshimisiz, darchimi? Charchamayapsiz. Kastim shim kerak edi. Kastim shimni iti bo'lsa-da. Biza birinchi kastim shim sotgan payti, mana bular hammasi turistlarga sotaydi bular. Mana qarang. Turretskisidan kerak. Kimniki kerak? Kamollik kerak mana. Po'latniki kerak. Po'lat katta maylimi? Bo'laveradi. Hozir. Mana qarang. Nargiz bilan erini eshitdingizmi, urush qildi? Yo'q. Yomon urush qildi, janjal bo'libdi, vobshe rasos ketdi. Yarashdimi? Yarashmagan-da, yarashmagan. Va mahalla kelgan, raisga yarashmagan. Yaxshi turdimi? Turmagan. Ana shu turmagani uchun urush bo'lgan. Bu kiyav aytgan ota-onam bilan turaman degan, kelin aytgan alohida turaman degan. Olaman. Oling shu bevani baxtli qiling, savob bilan zo'r bo'ladi. Barchamizning sevimli aktyorimiz Ahad Qayum 15-asrda, ya'ni Mir Alisher Navoiy asrida yashab, ijod qilganda bizningcha mana shunday holat bo'lardi. Ular! Uzr ustoz. She'riyat olamini raso qilding-ku. Uzr ustoz. Ustoz nima? Uzr shepim. Sen bugundan boshlab she'riyat olamini tark etasan, tushundingmi? Xo'p bo'ladi ustoz. Nima qilsang qilding, yo'qol ko'zim ko'rinma. Xo'p bo'ladi ustoz. Ahadjon? Labay. Yuring sochingizni bo'yaymiz. Keting. Hozirgi sahna ko'rinishimiz barcha yigitlarning orzusi. I'm addicted, wanna jump inside your love. Yaxshi, tanishib olamiz. Voy, tanishib nima qilamiz? Ketdi. Maloquz mushik. Barcha sohalarda mujiklar bor. Hozirgi sahna ko'rinishimiz shu haqda. Mujik dan xodimi. Sherabot. Sherabot yangachalarni tashlab qo'ying, ish vaqti boshlandi. Qarang, kontrol qiling, Sherabot. Redovoy dima. İçkisiz ömründen. Çıkanım yok. İçige düştüm. Gel. Bugün cüce. Gelin masını gelişti. Şerrabat. Şerabat. Ele gelin. Ya gel şu şarkı. Akam işleysiz. Hop. Da mineralkacha. Limoncha. Koktelcha bilan akaga ichirasiz.
akaning qo'liga yangi ang'olga topshiradi. Tushunyapsizmi? Dastlabki. Boy chorag'ada sizga VIP, tushunyapsizmi? Redaboy deyman. Brat, shu qilgan ishingizga labingizni o'pardim-u, mujik ekan. Rahmat davay. Dastlabkasi bilan. Dastlabka qo'yamiz, dastlabka. Agur. Не подъедешь близко, останови, если хочешь увидеться. Я гоню. Redaboy deyman. Hujjatlaringiz. Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Mana hozir GAI to'xtatdi. Nimaga to'xtatdi bilmayman. Hech qanaqa narushayni qilmadim. Brat, bo'ldi, ketavering, bo'ldi, tanidim. Mana shunaqa to'xtatishadi, keyin ketaring deyishadi. Dislokatsiya ko'rsak bo'ladimi? Sherobod bek qarab oling. Sherobod, ay, постоянно klient-ku. Sherobod, labay boshliq. Kamerachani yoqing. Aha. Bugun bir TikTokka chiqaylik. Aha. Shu paytgacha hit bo'lmagandirmiz, to'g'rimi? Butun gaylar nomidan. Redaboy demak. Sherobod yana. Qarab tur, gaplashamizmi? Gap, любой joy gaplashamiz, любой joy. Mana jeton, mana palka. Redaboy deyman. Masajchi Salima. Güldürdü ne de güldürdü. Aşk beni süründü. Kechirasiz singlim, qizilga nagli o'tib kelyapsiz. Ay, pomadam chiqib ketmabdimi? Sal qoldi laboydan lapchangiz chiqib ketardi. Aslanmi? Arangli tim ichib olibsizmi? Sizni shaharda kim bunday siqib qo'ydi? Ay, ozgina siqqilgan. Kayfiyatingizni ko'taraymi? Ay, shundanmi? Sherobod. Labay. Agun. Kichkinagina. Gulmi? Bilib qo'ying, men unaqa emasman. Men ham unaqa emasman. Zato Sherobod shunaqa. Sizda tashlab qo'yaman. Sherobod, labay. Meni so'rashsa Covid bo'lib qoldi deng. Qanchada chiqasiz? Endi test natijalariga qaraymiz. Dilshod aka oxiri degan o kamerachi bola chiqdi-yu, shuni ko'rib xalqqa bitta murojaat qilgim kelib qoldi. Ana ko'chalarda, mashinalarda nomerini olib gaylarga jo'natayotganlarni ko'rib qolsanglar, aytib qo'yinglar. Skverda yig'ilishyapti. Meni murojaatim mana o gaz suvetni beradiganlarga. Xo'sh. Shu gaz suvetni ona chekka qishloqdagilarga ham beringlar. Nimaga? Ular ham odam, ayiq polvon emas, qishda uxlab bahorda uyg'onadigan. Meni murojaatim shu, mana bo'lajak hokimlarga-da. Nega? Shular hokim bo'lishdan oldin takchasiga bitta qichiq moshincha. Обязательно. Bitta kvartiracha. Обязательно. Ta'minlama uchastkacha qilib berish kerak. Nimaga? Endi hokim bo'lgandan keyin bari qilib olyapti-da. Meni murojaatim O'zbekiston futbol terma jamoasi jahon chempionatiga chiqa olmayapti deb shalva qiladigan muxlislarga xavotir olmanglar, hali hammasi oldinda. Ha, oldinda. Oldinda ko'rinmayapti. Mani murojaatim mana bu Gugurt quti bilan biznes qilib yurgan akalarga. Endi murojaatim emas, bir qator she'r. Gugurtlar bor. Gugurtlarning naqshidir. Gugurtlar bor, undan xashak yaxshidir.
Maksimum jamoasi o'z chiqishlarida davom etadi. 24-25-26 kunlari poytaxtimizning Xalqlar do'stligi saroyida Maksimum jamoasining Maksimum parvoz reklamilangan yangi konsertiga taklif qilamiz. Konsertimizda miriqib bo'ladigan kulgularga tayyor bo'lib kelasizlar degan umidimiz. Konsertimizga shoshilmasa, xotirjam yanga bilan birga kelaverasiz. O'rtoqlar, qancha shoshmasdan kelinglar, yo'l to'laradi. Alabay nima deysiz? 15 ga ertalarga boshlaymiz. Davom etamiz azizlar. Sahnaga taklif etadigan yigitlarimizni siz juda ham yaxshi taniysiz. O'zgacha uslub egalari 3 talik, ya'ni 3 ta yigitdan iborat gap yo'q triosi. Ular bugun sizlarga juda ham ajoyib sahna ko'rinishlarini tayyorlab kelishgan. E'lon qilmasligimni iltimos qilishdi. Kutib olasiz, sahnada gap yo'q triosi. Mahmud kuzatib qo'y. Assalomu alaykum. Bugungi konsertga Gap yo'q triosi juda ham jiddiy tayyorlanib kelgan. Hozir sezib turganingizdek, Shaytanat serialiga hazil qo'shiqlar qilib kelganmiz. Demak, Tugulroz qarsagili ostida o'z chiqishlarimizni boshlab olardik. Rahmat. Gitrayi olmasın, öksünmasın, kız öksünmasın, oynasın. Saylovlar bo'larmish. Menimcha 30 chamasi. Вообще молодец, ну malahatiga, вообще молодец. Hey, avval o'rsha gapirishni o'rgangin. Tvoya mayadan nariga o'tolmaysan-u. Aşık bechoraman, endidan choraman. Aytishim kerak shuni opangga, tezroq chaqir. Ha shuni sekin o'zga aytsang o'lasanmi? So'tak. Kelaman ko'changga ko'rgani, axir senga men qolganman o'rganib. Ey, xomkalla, bu amma xolayni mahallasi emas. Yuragimda bir so'z yotar seni o'ylab. Bilarmisan go'zal yorim, bilarmisan? Yangi dorilar berishibdi. Maza qilar ekanmiz bugun, ha? Devonalarmiz. Qo'ying, unaqa demang. Yaqinda ham meni tuzalib ketasizlar. Qiz bola yon, qiz bola yon, qiz bola hay hay, qiz bola yon. Boribchi, bu ertaklaringni katta xolangga aytgin. Oynasın oynasın, yigit rayi olmasın. Öksünmasın, kız öksünmasın, oynasın. Ashulachi, ashulasini aytib yuraversin. Eshitdilaringmi? Akamiz shaharga hokim bo'ptilar. Ahad qayyum aytar, biling ey do'stlar, ikki ustuni bor ijod ahlini. Mamlaqangi it yetaklab yuradigan odatingiz yo'q edi-ku. Yigit rayi olmasın, öksünmasın, kız öksünmasın, oynasın. Aytib qo'yingga qissib yursin. Oy sarobaning qizi jumagan, oy sarobaning qizi jumagan. Sen hech bir ishni pinhona qila olmaysan. Men ham qilig'imga yarasha onamni ko'rib keldim.
Piyodalarmi? Ha. Karvon kordim to'yalari bozlab kelar, non tuyada meni yorim rosa yig'lab kelar. Kecha kelib bugun hamma yoqni sasitib yurgan sanmisan? Go'zalim bu kecha men bilan qoling. Men uni evaziga sizga chiroyli latifa aytib beraman-a? Yetar, rahmat. Afsus, zo'r latifa edi-da. Bagira, 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 ты моя gera, ты моя gera. Shu shiltani turqi menga yoqmayapti-da. Odam desang odamga o'xshamaydi, maymun desang maymunga. Men seni sog'indim, sog'indim, sog'indim. Mayli, sizlar chiqib turinglar. Bagira, 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 Bagira. Qon chiqmaydigan joyga ur, kaltakdan qo'rqadi xunasi. Cho canavar, cho. XYZ, gaping uzun DJ set. Wicked, wild. Ana o akang bilan solishsang, eplaysanmi? Bagira, 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 ты моя gera, ты моя gera. Chilimshoni o'ldirilgan joyi esingdami? Shu ishni yana takrorlash kerak. E'tiboringiz uchun kattakon rahmat. Qarshilarda gap yo'q triosi bo'ldi. Rahmat. Ishga. Aziz yurtim, seni gullayman. Ko'p tarmoqli Almix kompaniyasi birlamchi alyumindan fasad uchun profillar va termo profillarni ishlab chiqarishni yo'lga qo'ydi. Almix kompaniyasi, kelajakni birga quramiz. Gap yo'q triosiga minnatdorchiligimizni bildiramiz va davom etamiz azizlar. Gap yo'q triosi umuman o'zgacha uslub sohibi, boshqalarga o'xshamaydi. Shuning uchun ham ularning muxlislari talaygina. Hozir biz sizlar bilan bir-biriga o'xshaydigan narsalar to'g'risida gaplashib o'tamiz. Ya'ni barcha narsa qaysidir tomoni bilan bir-biriga o'xshab ketadi. Sizlarning diqqatinglarni hozir ekranga qaratishinglarni so'rab qolaman. Demak, shulardan bir nechtasini ko'rib o'tamiz. Dastlab Dan xodimlarining body kameralari deputatlarga o'xshaydi. Bor, lekin ishlaganini hali ko'rganimiz yo'q. Internetga umuman kirmaydigan qizlar dinozavrlarga o'xshaydi. Qirilib ketishgan. Ayrim doktorlarga ishlar tushgan, to'g'rimi? Doktorlar massaj kreslosiga o'xshaydi. Pul tiqmaguncha ishlamaydi. Igor Sergeyev tepgan to'p kam ta'minlanganlarga ajratilgan pulga o'xshaydi. Qatga ketganini hech kim bilmaydi. Kimdir qatgadir ketdimi u, yetib bordimi u manziliga? Qani u pul o'zi? Hech kim uni bilmaydi, o'rtoqlar. Xo'p. Uyimizdagi gaz mant qasqonga o'xshaydi. O'zimizdan ko'ra ko'proq qo'shnilarga beramiz. Banklardan imtiyozli kredit olish. Uringanmisizlar banklardan imtiyozli kredit olishga? Bu ajdarxoni tegidan tuxumini olishga o'xshaydi. Birinchidan unaqa bank yo'q, ikkinchidan unaqa kredit ham yo'q. Keyingisi fen xotinga o'xshaydi. Shang'illashi yoqmaydi, lekin isitadi, to'g'rimi akalar? Radardan kelgan xat o'ynashdan kelgan SMS ga o'xshaydi.
birinchidan qimmat, ikkinchidan juda ham xavfli. Mashinalarni rasmga olib gayiga jo'natadigan bratlar. Bu ham foydali-da o'rtoqlar, bu xatyabi sut beradi-da. To'g'risida endi. Korrupsiyaga qarshi kurashish baliq ovlashga o'xshaydi azizlar. Kichkinalarini tutish mumkin, lekin kattasi qarmog'ingizni sindirib yoradi. TikTok Pampersga o'xshaydi. Kichkinaligida Pampersga qilgan ishini hozir katta bolalar unda qilib yuribdi. UzAvto Supermenga o'xshaydi. Ikkalasini ham yengib bo'lmaydi. UzAvtoni avtomobillari. Bularda o'xshashi yo'q. Bular yagona, bular bir dona, bular bitta bular. Lekin akalarimiz shuni majbur minib yuribdi-da. Biz da hozircha shu davom etamiz azizlar. Hozirgi sahna ko'rinishimiz biroz nostandart, hayotda kamdan kam kuzatiladigan holat. Tasavvur qilasiz, qaynota hamda kuyov sahnasi. Odatda kuyovlarni qaynota bu joyda restoran yoki diskotekalarda ko'rib qolishi mumkin. Bizda esa mutlaqo teskarisi, qaynotani kuyov ko'rib qoladi. Marhamat. Bilasam jonim. Ana Olmazor City'dagi balkoni bor uyimga bormaymiz endi. Nimaga? Endi sog'am tushib qoldi-da. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Devona kafega xush kelibsizlar. Nimaga devona? Endi qarang, oshpazlar devona. Ofisantlar vobshe tentak. Xo'jayinni gapirmasa ham bo'ladi, lekin yangi ham qichishda ekan aka, lekin aka. Nima zakaz berasizlar? Yoz. Xo'p. Birinchisiga. Aroq. Ikkinchisiga. Aroq. Нет, кальян, пожалуйста. Qichishda ekanmanmi? Uchinchisiga aroq. Men qarang, mas'ul qolasizmi deyman-da. Ishim bo'lmasin. Qarashib. Bo'ldi, hammasi yes qilaman, ha. Xo'p, Zakuskaga ishtima kerak emasmi, mabodo? Bo'ldi, kerak zakuskaga. 3 ta aroq aytdim-ku. Yoniga yana kichkina aroq. Chekushgacha. Chersushga. Bo'ldi, yes qilamiz. Aroq esdan chiqmasin. Tezlashtiringlar. Bo'ldi. Bolalar, toqqa ham $1000. $1000dan yig'adim. Toqqa $100 yetadi-yu. $100. Menda pul yo'q, unaqa $1000. $1000 qayerdan olaman? Pul topdim. Pul bor. Tayiga kirib ketib qolsiz-ku-a? Ko'rmay qolman. Uzr. U meni biznes hamkorim. Biznes hamkorim. Ot biznesi bilan shug'ullanishingizni bilmagan ekan. U meni biznes hamkorim. 1,5 milliard shartnoma ustida ish ketyapti hozir. Hamkorim rossiyskiy-ku, dadajon. Qanaqa rossiyskiy yangi yo'lda. Hamkor. Gap yo'q, kechpayt 12 da diskotekada hamkorlik. Shartnoma ham davr bo'lsa kerak, dada.
Meni hamkorim, postoyanniy hamkorim. Postoyanniy hamkor. Endi bu sostoyaniyaga postoyanniy hamkorlar to'g'ri keladi, dadajon. Meni ikkita qaynonam bor. Ikkisi ham mehribon. Biri menga qiz bergan, ikkinchisi nima berakin? Shirmaynon. Halilchik, кто это? О, Halilchik, chik. Krasavchik. Qizlarning ajali. Endi bu sharoitgachi ikkita sham kerak. Nimaga sham? Endi bekor ekanman deb ushlab turaman-da. Ikkita shag'amni hozir ushlab balo bormi? Bitta fransuskiy vino, shokoladi bilan hamda keyin bitta romantik musiqa. Dadajon, o'ynashingizchi yomon ekan. U meni prosta hamkorim. Hamkor, ha. Gapni aylantirmang, Ikkita erkak o'ynayapsizlarmi? Kalyanchan olib kelur. Kalyaningga seni. Dadajon, endi bu joyini bitta tarixga zarvaraqlariga muhrlab qo'ymasak. Kerak emas. Qanaqa? Kerak emas. To'xting. Kalyanni olib qo'yaylik. Nabiralaringiz ko'rsa yana bobom aynib ketibdi deb o'ylamasin. Qani. Kerak emas. Ana. O'chiring-ki, o'chiring. Bu telefondan hech nima o'chmaydi. Telefon sotilishi mumkin. Voy terpiylar. Telefon nech pul? Telefon o'zi $100 ichidagi ma'lumot $1000 ma, sotib olaman. Bu rahmat dadajon. Yaxshi o'tiringlar. Mazza qilib o'tiringlar. Halilchik, я сейчас приду. Qizingiz dadam ish orqaga ketdi dedi. Hamma ish orqaga ketgan ekanda, Lekin endi menda pul bor. Bolalar bilan tog'da mazza qilib dam olamiz. Iloji bo'lsa, qanaqa iloji yo'q, uni nima degan? Davom etamiz qadrli do'stlar. Bugun respublikamizning qaysi viloyatiga bormang, poytaxtdan farqi qolmagan qurilishlar, o'zgarishlar, yangiliklarni guvohi bo'lishingiz mumkin. Hattoki chet ellik mehmonlar keladigan bo'lsa, O'zbekistonning poytaxti qaysi yer ekanligini ajrata olmas ekan. Biz tasavvur qilib ko'rdik, poytaxt o'zgarsa, boshqa viloyat bo'lib qolsa. Bizning nazarimizda Qashqadaryo poytaxt bo'lib qolsa, qanday bo'lardi? Qashqadaryo poytaxt bandlik bo'limi. Shamil aka, ha Jonijon, bosaymi? Bos, gayiga javob Jonijon, bos. Ayoqcha bilan nomerchani yoping. Ha, ulaydi sanga. Daydi gadodan kelishing so'raymi? Tilsiz samadan. Jonijon. Ay, saqla, ulaydi sanga, ulaydi. Qashqadaryo! Poytaxtni go'zalligiga qarang. Qaqqaryapsizlar? Shaharga qaqqaryapsizlar? Qaqqaryapmiz, to'g'ri qarayapmiz. Menga qara, bu shaharda 0-1 bosib ketyapti-ku. Menga qara, Jonijon. Ha, kilyapsizlar 0-1 gap yo'q. Shaharga kilyapsizlar. Mashinchaga 70 nomer taqayapsizlar. 70 nomer taqqanlik bilan bashara sotyapti-ku. Hey! Menga qarang. Ha, Jonijon. Kecha o'tirishni ko'rmas? Ha, chiroq sityapmi? Ha. Chiroq sityapti, chiqdim yo'lga, trassa, yangang telefon qilyapti, Qarshikka. Allo deyapti, guling qilyapti, bunday deyapti, bunday deyapti. Xullas, razvorodchi bo'lyapti, orqaga qaytyapman, bora olmadim, uzr so'rayman. Bormasdi kecha polislarga uchta oldi. Nima qilding? Polislarga uchta oldi. Nima bo'ldi keyin? Ya, просто uchta oldi. Uchta oldi. Ha, ulaydi sanga. Abid bo'lyapti, ishni boshlagi. Mehmonlarga. Qayerdan kelgan? Bilmayman, viloyatdan kelgan. Ha, chaqir, viloyatdan kelgan, chaqir. Assalomu alaykum, o'gay
yaxshimisizlar? Charchamisiz? Assalomu alaykum aka. Qanday gurung qilyapti? Qanday gurung qilyapti? Assalomu alaykum. Qanday deydimi? Qara, mayli, mehmon. Ne qilasan? Choynakcham olasan, kiyguvchi solasan, kakracha qilib nimachalardan solib, chachacha qilib damlaysan. Davay, hayda. Tamam. Ha. Nima o'ray turmang? Qara. Qayerdan keldingiz? Toshkentdan. Qayerdaydi u Toshkent? Ha, Buxoro tomonlar ham? Yo'q, men Jizzaxdan o'tgansiz. Ha, Sirdaryolar? Yo'q, keyingisi. Qozog'iston tagiga ekanda, boshda. Sizdan kelyapsizmi? Men qara nimada keldinglar? Shu taksida. Taksida keldi. Sizlar mashina qanday haydaysizlar, ha? Qanday haydaysizlar? Yo'lni to'to'ganmisizlar kadastr qilib, nima yo'ldirmaysizlar hamma ya? Pravan qanday olgansizlar sizlar? Bunday qog'ozga rasmchalar qo'yib, pechat bosib pravada olganmisizlar? Sizga bitta gap aka, bizani hayotimizni o'zuzani qo'lingizda. Qayerda? U hayotimizni o'zuzani qo'lingizda. Jonijon! Ha, o'ylaydi senga baqaki. Baqaki. Ish nima deb gurung qilyapti? Nima deb? Bizani hayotimizni o'zuzani qo'lingizda. Jonim, yosh ekansan, hayotingni o'zingni qo'lingga o'rgatma. Agar sen hayotingni o'zingga qo'lingga o'rgatsang, doktor qiyam yordam bera olmaydi-ki. Ha, u doktorda emasmidi? Ya, sizlar doktorda, biz doktor qayr. Sanaga. Ha, boyagi choydami? Ha, choydan. Kakracha. Hani mehmon. Bermang. Ha, nama. Ha, mehmon. Nuri deydi tojisar, mana. Ha. U katta bo'lgan joyi. Buni sizlarni katta bo'llayotganimi? Qarshiga buni birinchini bo'llayishadi. Aka. Men bekor berdingiz-da bunga. Nima? Bo'lay endi lavash deb ustidan fleshni tushirgan bacharlar bo'lay. Joni, bor ulaydi senga, ulaydi. Mehmonlarga chinkoladan bergan hamma. Ha, ula. Nima bilasiz? Okey, men ish so'rab keldim-da, men. Ish. Sizlar ham kelar qazlar ish so'rab, ha? Nima bu ichida? Uzr. Xo'sh. Gerbari. Hurmatli Shamil, sizga shaharda chetidan ish bersiz. Sizlar nima uni shivada yozasizlar? Qanaqa yozasiz? Yozmayman, hurmatli Shamil, sizdan shaharda giddidan ish berishingizni so'rayman deb. Ya, giddini nimaligini bilmaydi. Mana O'zbekiston. O'zbekiston bo'lsa, Qarshi O'zbekistonning o'rtasi. Ha, center. Tushunyapsizmi? Toshkent O'zbekistonning giddi. Ha, Jonijon, ha. Bo'shliq deyillar, mehmonlar kelibdi. Ha. Amoxona suvda. Amoxona suvi. Zichlab ber mehmonlarga, zichlab ber. Sirdaryo hokimi qilyapti. Alo, ha bo'la, qanlaysiz? Ulayda sizga, ulayda. Men qarang, bo'la, bitta iltimoscha bor. Sirdaryoning postini yopinglar. Bu Qarshiga 01 bosqich yopdi-ku. Ya, lekin vizifiz zo'ragan lekin ashular. Ashula deganga sizlar ana ashulalar bor. Qandaygina ozg'in reperlaring ana Kashev katta bo'lgan bachcha bor, katta bilmaydi ana. Qaysi? Seni kuddim, bir bor ko'rdim, bir bor ko'rdim. Sevib qoldim. Menga nima bo'ldi o'zi, nima bo'ldi? Menga ana ashula yoqadi. Buncha yaxshi bo'lmasang, g'uzorim onam, yakkaboq otam. Ulaydi senga. Men qarang, ishlaysanmi? Ana chiroqchi moykaga borsang 5-6 toshkentlik balla ishlayapti. Boshaqqa ishlaysan. Ular bilan stikimiz bor-da, o'shanga. Do'mayman ular bilan. Yo'q, bu masala Alimixda ishlamda akvarum chiqaradigan bunday o'yna. Sitda ishla. Nima u Alimix? Bunday plasmas romlar. Sizlar uni qayerdan bilasizlar? Sizlar uni bilmaysizlar-da, gazdan svetan bo'lmasa kerak, ha? Svet. Qanday yashaysizlar gaz bilan svet hayronman-da. Men qara, ish ukajon, xafa bo'lma, ukajon. Media parkdan chiqib bering. Qayerdan? Media parkdan. Jolijon! Baqaka. Zo'r guruncha bo'lyapti. Qayerda ishlaysan? Media parkdan.
Amoxonani suvini ichib qo'ydingmi? Ha, o'ylaydi senga, o'ylaydi senga. Ha, o'ylaydi senga. Ish yo'q. Xafa bo'lma, Jurajon. Qarshi lizinka masala. Aytib qo'y. Nimaga media park olmaysizlar? Biz faqat media parkka qarshi basharalarni olyapmiz. Toshkent basharalar xafa bo'lmanglar. Qanaqa turib kiray, nima qilsam bo'ladi? Bo'lib bitta qaytarmani olib ishga olamiz. Hop. Bozorga bordim, tutdan olib, tutda o'ynab ketdik uyga ekan. Nima? Bozorga bordim, tutdan olib, tutda o'ynab ketdik uyga ekan. Mo'yga dishli qoling. Aha, endi o'zi keladi. Deyapsanmi? Olmaymiz, xafa bo'lma, ololmaymiz. Ololmaymiz ukajonim, ish ko'p, ololmaymiz. Alo. Gaplashib yuboring. Sizlarda ham bunday alo bormi? Bizdan chiqqan. Alo? Qani yetkin. Это ваш племянник, да? Всё, берем. Sitini hokimi kim bo'ladi senda? Tog'am bo'ladi. A, ular bo'layaptimi? Aytdim nima, ruscha gapiratsam, shevasi bilinmasin degan ekanda. Endi bunday Qashqadaryo xalqi o'zini jonini qo'yib o'laydi deydi mehmonlarga. Bilyapsizmi? Demak, O'zbekistonda har bir viloyati, har bir shahri poytaxt bo'lishga arziydi. O'rtoqlar, keyin konsertda poytaxt Sirdaryo bo'ladi, o'rtoqlar. Ha, bular eshitdingizmi? Ha, bular keyin bir Sirdaryo tomon bo'ladi. Yuqori kayfiyatda davom etamiz, qadrli mehmonlar. Demak, sahnamizga ajoyib insonni, ustozimizni taklif etamiz. Albatta, bizning konsertimiz u insonsiz o'tishi noto'g'ri bo'ladi. Kutib olasiz sahnada Jahongir Foziljonov hamda Bojalar guruhi. Shoshilib ketma yonimdan ey dildor, ey dildor. Kechalar bedor, uyqusizlikdan bo'lib qoldim bemor, men bemor. Hozir berdi jonimni, nahotki rahmi kelmadi holima, yoki sevgani bormi gumonima, ne qilayin shu turmani bormi, hali alamini olaman, men bitta gapli bo'laman, yorib bo'lib o'zim bilaman. Rahmat. Sog' bo'linglar, doimo omon bo'linglar, doimo sihat salomatlik tilayman. Yuzingizdan tabassum hech qachon arimasin. Sizlarga
ijodiylarga ijod qo'shirsiz, sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Rahmat ustoz. Jahongir Fotijonov Dilroz qarsakiylar bo'lsin. Rahmat. Rahmat ustozimiz salomat bo'lsinlar. Ko'p tarmoqli Almix kompaniyasi birlamchi alyumindan fasad uchun profillar va termo profillarni ishlab chiqarishni yo'lga qo'ydi. Almix kompaniyasi, kelajakni birga quramiz. Davom etamiz azizlar. Navbatdagi sahna ko'rinishimiz biz maksimum jamoasining an'anasiga sodiq qolgan holda hokimiyat mavzusini chetlab o'ta olmadik. Bugungi kunda ommaviy axborot vositalari ochiqlik to'g'risida umuman gap so'z bo'lishi mumkin emas. Agarda televizoringizni yoqadigan bo'lsangiz, matbuot anjumaniga deyarli har kuni ko'zingiz tushayotgan bo'lsa kerak. Bizda matbuot anjumani, ommaviy axborot vositalari hamda hokimiyat ishtirokida tomosha qilasiz. Bolalar, bugun hamma yoqda ochiq oydin gapiramiz. Bemalol gapirish kerak, gapirib tashlash kerak. Biz jurnalistmizmi? Gapiramiz. Ochiq oydin. Savolni tirs berish kerak. Joyida. Keling, hokim bu. Keling, qani. Keling, hokim bu. Yashasin hokim bo'miz. Keling, hokim. Hurmatli blogerlar, jurnalistlar, mana bugungi matbuot anjumanimizga xush kelibsizlar. Mana biz tumanimiz rahbarlari bilan keldik. Начальник milisamiz. Mana bu kishim kim? Hokim bu. Zam hokimimiz. Xo'p, sizlar bilan bugun biz kuz-qish mavsumiga tayyorgarlik haqida gaplashamiz. To'ppa-to'g'ri. Siz qaysi bet bilan keldingiz? Ha? Qaysi bet bilan keldingiz? O'tgan yil 1 gram issiqlik bermagansiz. Javob bering o'zingiz. Ha, o'tgan yil bermaganmiz-a? Bermagansiz, javob bering. Shu yil berib yuboramizda mana. Muddat qachon? Mana 3 kun. Yo'q, 3 hafta. 3 oyda berib yuboramiz. Shu issiqlik. Yashasin hokim bo'miz. 3 oydan keyin bahor kelib kun isib ketadi. Ana hokim bu endi kallasi ishlayapti-da bilan to'ppa-to'g'ri. Bahor keladi. Bahor menga kerak. To'ppa-to'g'ri aytgan. Hokim bu sizga kerak. To'ppa-to'g'ri. Sallaga kerak bahor ichlaringga do'nak bir qarsak-parsak cho'linglar bunday bir. Buni bir yaxshi savollardan beringlar hokim bu. Avvalambor menga so'z berganlaring uchun rahmat. Men lagan bordor o'zgartirishdanman. Hokim bu sizga savol emas, kecha taklifchi. Yaqinda o'g'il farzand ko'raman. Ismini hokim qo'ysam maylimi? Mayli, qo'ying. Mushuk odam ekan. O'tiring, men savolim bor. Meni savolim начальник militsiyaga. Men hozir hokimni barcha kirdikorlarni etsam, yuziga ochiq-ochiq etsam, menga hech narsa bo'lmaydimi? Hech narsa bo'lmaydi, hurmatli fuqaro, bemalol gapirishingiz mumkin. Hech narsa bo'lmaydi. Amnistiya ham bo'lmaydi, ozodlik ham bo'lmaydi. Keyin bitta pochkangiz ham bo'lmaydi. Yashasin hokim bo'miz. Qanaqa yashaydi, jurnalistmizmi? Nima duxinga o'tirib, stolga o'tirasan? Hammasini ochiq oydin gapirish kerak. Bemalol xalqning dardini yoritish kerak. Jurnalist nimaga o'qigan? Hokim va sizga savolim. Hobbingiz nima? Shurbanmisan sen? Hobbingiz nima bilmaysanmi? Hokim bo'm bo'sh paytlarida tikish-bichish bilan shug'ullanadilar. Savoldan bering. Avvalambor menga yana so'z berganingiz uchun rahmat. Men qiydi gazetasidanman. Hokim bu, boboda qiz farzand ko'rsam, ismini hokima qo'ysam maylimi? Mayli, qo'ying. Rahmat, mushuk odam ekan. Hokim mana kirib kelishdi, ko'rdik, katta issiqlik turbasi yorilib yotibdi. Buni kim to'g'rilaydi? Bunaqa chepuqa narsachalarni hokim ham joyida hal qiladi. Yo'q. Hokim bu bir muna. Alo, Sardor, qaramaysan turba teshilyapti mana bu yerda. Davay hal qil. Hokim bu. Ko'ryapsanmi? Mana. Mushuk odam, hokim bo'miz, mushuk odam. Hokim bu, kechirasiz. Mabodo egizak ko'rsam bittasini ismini hokim, ikkinchisini zam hokim qo'ysam bo'ladimi? O'tiring iltimos. Bo'ladi. Mushuk odam ekansiz, qanaqa odamsiz? Hokim bu Bolgarskiy uz saytidanmi? Qayerda? Bolgarskiy uz. Qalampir uzmasidami? Endi ertasiga qiynayapti, o'shuning uchun Bolgarskiy uz qo'ya qoldik. Azob beradi. Hokim bu fuqaroni murojaatiga ko'ra, uyi buzilayotgan ekan. U uyni saqlab qolish uchun nima qilib bera olasiz? Xo'p, o'sha fuqaroga ayting, menikiga borib yashaydi. O'zingiz qayerda yashaysiz, hokim? Men shu fuqaroni uyi ko'chib o'tib, men o'sha yerda yashayman. O'shanda mana ular o'sha uyni buza olmaydi. Yashasin hokim bo'm. Yashasin hokim bo'm. Hokim bu.
Laganuzmi bu? Biz sizni oilaviy muxlisingizmiz. Rahmat. Bunyodkorni trenerini ham kallasi bunday ishlamaydi. Buni qarang. Mushuk odamda u. Endi bunaqa mayda chuyda muammolarni hal qilish uchun men bir yaxshi sistema o'ylab chiqqanman. Bu sistema hali bizga juda uzoq yillar xizmat qiladi. Bir tiyin bu sistema, bir tiyin. Umuman ishlamaydi. Ha, işte. Al sekinroq gapiring, mana odam o'z sistemangizni yirtaveradi. Sekinroq. Yaxshi savollardan beringlar. Menda savolim bor. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Itam o'qiydi gazetasidanmiz. Sizga savolim yo'q, chunki bizani itam o'qimaydi. Oy, sizda o'qisa bo'ladi, boya gazetachingizni kuchiga ham o'qimaydi, lekin o'tiring joyingizga. Hokim buva, kirib kelishingizda ko'zimiz tushdi. Men Bolgariskiy saytidanman. Tahoya avtomobilda keldingiz. Endi bu Tahoya avtomobili qimmat avtomobil. Bu Tahoya avtomobilini qaysi pulga oldingiz? Ey, sen kelgandan beri Tahoya deb hokimga Tahoya savol berib o'rayapsan-da sen o'zing. Va qarang hokim bu, shu Bolgariskiy saytiga ozgina go'shtcha tiqib, ko'kmaraga dimlab o'rayim, galpis qilib o'rayim shuni. Men bu savollarga o'zim javob beraman. Mana bizni tashkilotda tanish bilishchilik, qarindosh urug'chilik yo'qmi? Yo'q. Hech kim budjet puliga ko'z olaytirmayaptimi? Hech kim budjet puliga ko'z olaytirmayapti. Mana qaranglar, hokim bu ham aytayaptilar, bu binoda unaqa narsalar umuman yo'q. Kirisa to'lib yotibdi, butun bino kirisa bo'yotibdi. Bu binoda siz gapiryapsiz, militsiya bo'lib, men qo'rqib ketyapman. Jim o'tiring. Savollar bormi yana? Assalomu alaykum. Shapalaq.uz kanalidan men. Qayerdan? Shapalaq.uz. Shapalaq.uz zo'r bo'lsa, masajxonada ishlang, hozir kakras qo'lda yetishmayapti. Oldin yig'ilishda aytgan edingiz-da, sizlarni qishlog'ingizni rivojlantiramiz, investitsiya kirgizamiz degan. Shu ishlar nima bo'lyapti, shundan gapirsangiz. Endi sizlarni qishlog'inglarni rivojlantirishga investitsiya kirgizadigan bo'lsak, juda ham ko'p pul ketar ekan. Shuning uchun biz sizlarni qishlog'inglarni tarixiy qishloq sifatida saqlab qolmoqchimiz. Qanaqangi mushuk odamsiz? Shalab to'pardim, mo'ylovingiz xalaqtir. O'tiring, gapirgan kelganmiz. O'tiring joyingizga. O'tiring hozir. Savolim bor edi. Men ona tilim mening faxrim kanalidanman. Вот вы знаете, у меня вопрос такой есть. Mana kam ta'minlangan bu самообеспеченный oilalar bor-ku, вот o'shalarga 500 milliard so'm ajratilgan. O'sha pulni bir sim ham yetib bormagan. Gide, qatga ketdi shuncha pul. Nima qildinglar? Tiqqan, dakansa tiqqan. Sekinroq gapiring, o'zgina odam tiqadi bir uchiga o'tirib kelasiz. Siz gapiryapsiz, militsiya bo'lib, men qo'rqib ketyapman. Kim o'tir? Xo'p. Mana men bu tumanga hokim bo'lganimga 10 yil bo'ldi. Men 10 yildan beri korrupsiya bilan kurashib kelyapman. Hali yana nasib qilsa, yana 20 yil hokim bo'lmoqchiman shu tumanga. Ey. Hamma gapni ichda aytib, ana shuni pilotni baqiratish kerak-da. Qaranglar, savollar bormi? Hokim bu, meni savolim mana shu ikkovi yoningizda o'tirgan amaldorga. Bering chiqaring. Sal bular sport bilan shug'ullansa, tosh ko'tarsa, yugursa, kurash bilan shug'ullansa degandim. Hop, nimaga? Endi korrupsiya bilan kurashayotganda yengilib qolishyapti-da. Hokim bu savolni ayni menga tashaldi. Ruxsat bersangiz, men javob bersam. Qaysi kanaldasiz? Kanallarning enasi. Shu kanallarning enasini maydalab, enasini kanallarga tiqib tashlaymi hozir? Savolga javob bering. Haqiqatan siz to'g'ri gapirdingiz. Yoshlarimiz buzilib ketyapti. Vayn o'lyapti, TikTok qilyapti. Va igna tekkan PlayStation, bularni hammasiga cheklov qo'yib, bularni yopish kerak. Hokim bu, men korrupsiya haqida savol berdim. Yo'q, korrupsiya haqida berdim. Hamma unga aralashmayman, unga mana baqcha o'tiradi. Kim aralashadi unga? Kim javob beradi? Kim? Men javob beraman u narsaga. O'tiravringlar. Va qaranglar, sizlar hokim buvoni boshini qotirmanglar-da. Mana hokim buvom
Mana shu hokim buvamga haykal qo'ysa arziydi. Arziydi. To'g'ri, qo'yish kerak. Yana nima qilib bersin? Yana nima qilib berish kerak sizlarga? Teytuga bilan olib tashlash kerak buni. Hey! Olmaydi bu. Hey! Xo'p, menga qaranglar. Blogerlar, jurnalistlar, menga bo'ladigan savol beringlar. Mana yo'l, gaz, svet, uy haqidagi bo'lgan savollarni bermanglar. Menga konkretni savol beringlar. Haqida savol, povol yo'q, hokim. Tillaring uzun edi-ku. U mag'rur odam ekan. Ha, ko'ramiz. Gaplashamiz, ayniqsa shapaloq o'z bilan. Hokim bu. Hokim. Yaxshi ham bular meni tanimaydi. Men qaranglar. Labay. Chiqqaning yaxshi bo'ldi-da. Rahmat. Ana shapaloq o'zi shapaloq yaxshi ekan. Men qil soni ichi bo'ldi. Qarang hokim bu. Bular sizning qadringizga yetmaydi-da. Soni ichi bo'ldi. Diskotekaga kelib kech qolamizda lekin. O'chir ovozingni. Sanga o'xshaganlar hokim diskotekama yuradi deb o'ylaydi. Tushunyapsanmi? Sanchi? Biror marta sen bilan Patayaga borganmanmi? Yo'q. Sen nima qilyapsan? Yo bir marta Dashaga borganmanmi? O'zi yo'lda turgandi, yomg'irda turmasin deb olib ketdim. Ertaga og'ir kun. Ha. Bu ishlasimiz uchun bitta zo'r sauna qilamiz. Ya, men nima qildim? Yurang, siz bo'lmasangiz qizimaydi. Yurang. 24-25-26 kunlari poytaxtimizning Xalqlar do'stligi saroyida Maksimum jamoasining maksimum parvoz imkonlangan yangi konsertiga taklif qilamiz. Konsertimizda miriqib bo'ladigan kulgularga tayyor bo'lib kelasizlar degan umidimiz. Konsertimizga shoshilmasa, xotirjam yanga bilan birga kelaverasizlar. O'rtoqlar, qaytgancha shoshmasdan kelinglar, yo'l to'laradi. Alabay nima deysiz? 15 metrlarga boshlaymiz. Assalomu alaykum. Efirda Chappa TV hamda uning oyog'i osmondan qilingan yangiliklari. Efirimiz avvalida eslatib o'tamiz, bizda barcha xabarlar teskarisiga o'qiladi hamda ko'rsatiladi. Dastlab Rossiyadan 2 millionga yaqin migrant O'zbekistonga soliq to'lash maqsadida qaytib kelmoqda. Ularning so'zlariga ko'ra, soliq bersin deb kim aytgan bo'lsa, shaxsan har bittasi o'sha odamga berib ketishmoqchi. Bog'cha mudirasi jinoyat ustida qo'lga olindi. Kuni kecha 847-bog'cha mudirasi bolalarga yedirish maqsadida o'z uyidan 15 kilogramm go'shtni yashirin ravishda olib chiqib ketayotganda eri tomonidan ushlandi. Hozirda sudga qadar qaynona tomonidan tergov ishlari amalga oshirilmoqda. Bizdagi ma'lumotlarga qaraganda bugun shahrimizdagi zapravkalarga avtomobil umuman kirmagan. Statistikaga ko'ra benzin narxi 1700 so'm etib belgilandi. Hattoki ba'zi do'konlarda qaytim puliga 1 litr benzin berish holatlari ham kuzatilmoqda. Markaziy bank bergan ma'lumotlarga ko'ra, valyutalar kursi bilan tanishtirib o'tamiz. Unga ko'ra 1 so'm 10.640 dollar etib belgilandi, azizlar. Markaziy bank valyutalarni ushbu qiymatda sotib olishga juda ham muhtoj. Kuni kecha shahar hokimiyati tomonidan qurib berilgan yangi bino tadbirkor tomonidan o'zboshimchalik bilan buzib tashlandi. Kuni kecha Chilonzor tumanining Qatortol ko'chasida tungi soat 23:00 dan keyin balli qizlar ko'rik tanlovi bo'lib o'tdi. Ko'rik tanlov 3 ta bosqichda o'tkazildi. Birinchi bosqich tanishtiruv, ikkinchi bosqich og'zaki savol-javob va hal qiluvchi 3-chi bosqichda qizlarimiz guruh bo'lib berlashdi. Ayni damda tezkor muxbirimiz voqea joyida va biz jonli efirda u bilan bog'lanamiz.
Assalomu alaykum azizlar. Mana biz hozir ko'rik-tanlov bo'layotgan joydan to'g'ridan-to'g'ri efir olib bormoqchi edik, lekin bizni ichkariga kirgizishmayapti. Muxbirimiz desanglar bo'lardi-yu. Dedik, muxbir bo'lsang ham bitta kirasan deyapti-da. Demak, sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz shulardan iborat edi azizlar. Xayr, sog' bo'ling, bizni kuzatmang. Rahmat, davom etamiz demak. Qanday daftar to'g'risini kelishtirib. Ey, o'chira, ey. Davom etamiz azizlar. Navbatdagi yangiligimiz futbol haqida. O'zbekiston futbol terma jamoasi jahon chempionatiga yana chiqa olmadi. O'rtoqlar, biz Chappa TVmiz, yolg'on TV emasmiz. Shuning uchun buni to'g'ri qabul qilasizlar. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz shulardan iborat edi. Bizni kuzatishda davom eting. Assalomu alaykum. Davom etamiz. Xabaringiz bor, ko'rgan bo'lsangiz kerak. Birinchi konsert dasturimizda biz Naimjun obrazini sizlarga tanishtirgan edik. Bugungi konsertimizda esa Naimjun Rossiyaga borib uylangani to'g'risidagi sahnani sizlarga taqdim etamiz. Demak, Rossiyada Naimjun Yekaterinaga uylandi. Marhamat, tomosha qilamiz. Bir kuni kvartiramizga eshik qoqdi bir janob. Qarasam kelishgan Rusiy zamon oyxon. O'tirdik, gaplashdik, hangomalar bo'ldi. To'satdan Naimjun kompot ichib qo'ydi. Naimjunni to'yi bugun, Naimjun yeb qo'ydi bugun. Naimjunni to'yi bugun, Naimjun yeb qo'ydi bugun. Naimjunni to'yi bugun, Naimjun yeb qo'ydi bugun. Naimjunni to'yi bugun, Naim yeb qo'ydi. Men sevgim yo'lida g'ururimga ham tupurib olaman. Rahmat. Marhamat, spasiba. Olinglar. Birit, olinglar. Rahmat. Rahmat. Hammasi ketaveradimi? Buni hammasini bermay, biz Rossiyadamiz-ku. Mabodo nalog to'langlar desa, hamma nomidan to'lab o'raman. Meni bugun to'yimmi? Naim. Yekaterinaga uylanaman. Meni kallamni qotirmanglar. Siz xato ish qilyapsiz. Nima qildi Yekaterinaga? Nima qildi? O'tgan safar. Xo'sh. Yekaterinani. Sunnat olib kelganda kvartira. Xo'sh. Hammamiz nima qildik-ku? Nima qildik? Gaplashdik-ku. Gaplashdik, karta o'ynadik-ku. Naim. Sen u kuni ertaroq uxlab qolding. Men maxluqlab qoldimmi? Ya maxluqlaydi, meni chalg'itmanglar, siz men uylanaman unga. Naim, yuzing qizarib qoladi lekin. Ey, yuz menikimi? Yuz meniki qizarsa meniki qizar. Qanday yuz sunnatki, yuz meniki sunnat. Sunnat sendek. Bizdagi o'sha kun nimadan keyin man rashod qildim. To'g'ri. Yekaterina tekin kelmaydi, taksi qilgan, ro'zg'or qilgan, o'tirdi, ular ham yeb ichdi. Nima bo'lsa bo'lar, men unga uylanaman. Sen u bilan do'st bo'lib qolding-ku, to'g'rimi? Qalin do'st bo'lib qoldim-da. Siz nima gapga tushunmaysiz? Nima deysan? Dehqoncha qilib tushuntiraymi sizga? Tushuntir. Mana hovlizda oldida kichkina yerchangiz bor. Xo'p. O'sha yerga bitta gulchani ekdingiz. Uni o'tgan ham sug'oribdi, qaytgan ham sug'oribdi. Nima bo'ladi? Savob bo'ladi. To'ydan keyin qayerda yashamoqsiz? To'ydan keyin Rossiyada bir xonada turamizmi? Men Bataryantada yashaymanmi? Men Bataryanadagi men joyim Yekaterina yotadi. Men balkonga chiqib yotaman. Bo'ldi-ku. Bo'lmasa. Hayajonlanma, Naim, hayajonlanma.
Spasibo. Spasibo, spasibo. Men qara, to'yda boshlaylik, paqillataylik. Shig'ir qamishga sirg'am tushdi yar-yari. Sinalmagan yigitga singillim tushdi yar-yari. Ruscha, пожалуйста. Yangang urusku. Shig'ir bambuki. Usuk material yar-yar. Mashinligi patsani, sestronga papal yar-yar. Hey! Davra ochaylik. Marhamat. Davramizni ochib berish uchun so'z navbati Yigitrin xonimning birinchi erlari Sergeychi beramiz. Marhamat. Rahmat boja, rahmat. Ну, поздравляю молодоженных, будьте счастливы. Спасибо. И вот одно слово к месту, да, вот именно. Вот это вот невеста конкретно вот. Ey, agar Yekaterinani o'tmishini kovlamoqchi bo'lsangiz, uncha gapirmang. У меня нет слов. Хорошо, давай boshlaymiz. Aka, nima? Qarang yanga nima qilyapti? Nima qilyapti? Birinchi yeri bilan xayrlashyapti. Nimasi yomon? Спасибо. Спасибо, Sergey Sergeyevich. Огромное спасибо. Turing jonim. Dilam Basan bobo. Ay jonim. Jonam Basan bobo. Ay jonim. Yak budas. Yagna budas. Yak bobo kayfi budas. Ay jonim. Alayındaki navbatni zaksga beramiz. Marhamat, tarzestuyni. Дорогие дружба, молодые жены, да, Naim aka, да, вы yangachkaga какой муж? Endi buni hamma biladi, Rossiya ham biladi. Menga u ikkinchi bo'lib tushyapti, ikkinchi farq. Ikkinchi. Yangachka, Naim aka у вас какой муж? Buni aytish shart emas, 6-chi bo'lib men tushyapman. Qo'shing yozing. O'chirabosingda? To'g'ri aytyapti-ku. Ha, unda uzr so'rayman. Naim aka, да, вы согласны? Обязательно. Yangachka, вы согласны? Обязательно. Тогда единогласно, друзья. Ну что ж, горько! Qo'ying shuni og'zidan o'pmagin deng. Tushunmadim senga. Hey! Allohidan o'pmasam qayerda o'paman? Salini uyat bo'lib peshana-meshanasidan qarang. Хорошо, горько. Naim aka, og'izni qo'ying, peshonachadan ham o'pmang aka. Tushunmadim. Labidan o'pganni qo'ymasalaring, peshonadan o'pganni qo'ymasalaring qayerda o'paman unda? Наимчик, вообще не целую, пожалуйста. Ну хорошо. Bir yildan keyin kelinimizning qo'llarida beshik bo'lsin. Beshik ichi teshik bo'lsin. Teshigini ichida tuvagi bo'lsin. Tuvagining ichida sumagi bo'lsin. Sumagining uchi qiyshiq bo'lsin deganlar. Rahmat. У нас игра, дорогие гости. Игра в шары. Tushunmadim. Qanaqa u shar? Qanaqa bo'ladi? Sharni bilmaysizmi? Yo'q. Yanga turadi. Hop. Yanga orqasiga sharni qo'yasiz. Hop. Cho'palab kelib paqlatasiz. Hey, bu o'yin bo'lmaydi bizga, boshqasini. Bo'lmasa o'q terayim, ko'k terak o'ynaydi. Ana, o'q teragim, ko'k teragim. Bu bilmaydi ko'k teragim, ko'k teragim. Tushuntiring. Вот Екатериничка, вот такая игра. 3-4 пацаны руками держит, групповой, синхронно, ахтирагим, кухтираг, bizdan dakiltirag. А bunu bilar ekan-ku? Bilgan. Bular постоянно групповой o'ynayvergan. Дорогие друзья, настал момент. У нас игра в кальмари. Я корейский девчонка, кто Камылаганский, я Азоберган. Mana Kamilla. Men qimirlagan
qimillaganim yo'q. Voy. Bu qimillagan yo'q, qimilladi-ku. Ha, uni qimillagan ko'rganim yo'q, buni ko'rdim. Hey, qayerga olib ketyapsan? Bu qimilladimi? Hop. Ichkari olib kirib o'ldiraman. O'ldir tezroq bo'lmasa. Nimaga o'ldirmading? O'ldirmoqchi edim. Ha, rahmim keldi. Rahmiga birosa tez kelar ekanda. İşaret dilenmesen baba. Ay! Yönlenmesen baba. Yak budas. Yak da budas. Yak baba kendini. Ay canım. Keyingi musiqiy tabrikimiz Kiyovbolamizning jo'ralari Oybek Toshboyevga. Marhamat. Ana bo'ldi. Naim junni yorini oy jamoli bor. Jamoliga yarashgan torlar bor. Naim junni yorini oy jamoli bor. Kuragini tagidan muncha holi bor. Tushunmadim. Sen kuragini orqasidagi holni qayerdan bilasan? Kvartirada birga turamiz. Ha, esimdan chiqibdi. Kiyovbolamizning kelin bolamizga atalgan musiqiy tabriklar bor ekan. Marhamat, so'z kiyovbolaga. Chiroyli ko'rinar sapsariq yuzing, figura changga hayron qolaman. Bir qiz bor Rossiyaning eng yomon qizi, men shu suyg'oyoqni yaxshi ko'raman. Yoningga boraman, cho'kib boraman, hamma do'stlarimga tupurib boraman. Men o'tmishingni ham unutib boraman. Men seni Katrina yaxshi ko'raman. Давай наем, cho'qingda kamsa. Давай, Katrina, yeb qo'ydi bulatda. Ah, Katrina. Sen beling hanımsan. Ey öyle. Serial ko'rmay o'l. Ah, Katrina. Sen benim aşkımsın. Orqangda Xurram Sulton kelyapti. Kim? Xurram Sulton. Hayya! Yangi kelin. Oh! Qachon kelding? Gorkada shaxta edim. Ay, menga qara. Sen o'zingcha Rossiyaga kelib olib, mana bu megachinga uylanib, mahalla kuyini unutding. Это наше поздравление. Menga qara. Bola chaqangni unutding, ha? Это конкретный удар. Ay, meni qo'y. Ota-onangni o'yladingmi? Meni kechir. Haqiqatan men ota-onamni o'ylamabman-ku. Nimaga ularni to'yga aytmadim o'zi? Biz Rossiyaga boramiz. To'g'ri, chet elga chiqamiz ishlagan. Kim uchun? Oilamiz uchun, bola chaqamiz uchun. Lekin gohida oilamizni esimizdan chiqarib qo'yamiz. Jonim, Qorag'at. Men seni butun xalq oldida bir narsa aytmoqchiman senga. Ko'nglimda bir yoru, qo'ynimda bir yor. Haja! Хорошо, все будет хорошо, все будет хорошо, я это знаю, знаю. Хорошо, все будет хорошо, очень злую я девку загуляю. Mana Naimjonni uylantirib ham oldik. Ana endi musiqiy tabrikka navbatni beramiz. Iste'dodli xonanda singlimiz Jasmin hamda Eski shahar guruhi. Marhamat. Ladies and gentlemen, today Jasmin singer and Qaynana. Qaynana, qaynanam, canım qaynanam. Yoqimli
yoqimli so'zlaring bolim qaynanam. Qaynana qaynanam jonim qaynanam. Voy 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 asalim bolim qaynanam. Xonadon qirolichasi xonim qaynanam. Uy yumushlarini bilmay qiynasam, indamas gohida erta turmasam, voy mani kechirib charchamas qaynanam. Voy voy mani kechirib charchamas qaynanam. Qaynana qaynanam jonim qaynanam. Yoqimli so'zlari bolim qaynanam. Qaynana qaynanam jonim qaynanam. Voy 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 asalim bolim qaynanam. Xonadon qirolichasi xonim qaynanam. Davringiz keldi, davr suring qaynanam. Davringiz keldi, davr suring qaynanam. Qaynana qaynanam jonim qaynanam. Yoqimli so'zlari bolim qaynanam. Qaynana qaynanam jonim qaynanam. Bay 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 asalim bolim qaynanam. Xonadon qirolichasi xonim qaynanam. Qaynana qaynanam jonim qaynanam. Yoqimli so'zlari bolim qaynanam. Qani qani qaynanam jonim qaynanam. Voy 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 asalim bolim qaynanam. Xonadon qirolichasi xonim. Tashakkur deymiz, minnatdorchiligimizni bildiramiz. Jasmin, rahmat. 24-25-26 kunlari poytaxtimizning Xalqlar do'stligi saroyida Maksimum jamoasining Maksimum parvoz reklamidan yangi konsertiga taklif qilamiz. Konsertimizda miriqib bo'ladigan kulgularga tayyor bo'lib kelasizlar degan umidimiz. Konsertimizga shoshilmasa, xotirjam yanga bilan birga kelaverasizlar. O'rtoqlar, qaytgancha shoshmasdan kelinglar, yo'l to'laradi. Alabay nima deysiz? 15 ga ertalarga boshlaymiz. Ko'p tarmoqli Almix kompaniyasi birlamchi alyumindan fasad uchun profillar va termo profillarni ishlab chiqarishni yo'lga qo'ydi. Almix kompaniyasi, kelajakni birga quramiz. Endi qadrli do'stlar, bugungi konsert dasturimizning eng kulminatsion nuqtasiga yetib keldik desak ham mubolag'a bo'lmaydi. Jamoamiz tomonidan ajoyib sahna ko'rinishi tayyorlangan. Demak, tasavvur qilasiz, bugungi kunning eng aktual mavzularidan biri birinchi xotini bilan ketayotganda san'atkorlarimiz deylik, ikkinchisi chiqib qolsa, kliplar kolleksiyasi tomosha qilasiz. Bizdayam pul ko'payib ketdi, sizdayam yo'l ko'payib ketdi. Ikkinchi muhabbata beozor hunarmanda
boshqacha uryapti. Ko'zlarim seni ko'rgisi kelyapti. yoki Ferrari qaybarini berishim lozim yoki sari cho'ntakda money menga farqi yo'q sizning yuragu bizniki yurak emasmi? Sizga misol keragu bizlarga kerak emasmi? Ukajon suyib qolma, seni ham mendek kuyib qolma. Uyku içinde sizga nima, siz uxlang, hech ishingiz bo'lmasin. Kimda kimning ko'ngli bor, qo'yavering o'ynasin. Ikki ko'z ko'r bo'lsa bo'lsin, qalb ko'zing ko'r bo'lmasin. Oy zarobam qizi jumagin, oy zarobam qizi jumagin. Endi meni mensimading jumagin, endi meni sevmaysanmi jumagin? Atirgulga mana tikanidan xabaring yo'q. Rabbay begim desaydi bir bor chaqirganda, jon quloqdan tinglasaydi man gapirganda. To'lmasdan 16 yoshingga qalamlar tortildi qoshingga. Savdolar orttirma boshingga, shoshilma qizgina shoshilma. Mayli telbadenglar, mayli devona, nahot sevgi gunoh. Qirmizi olma shirin bo'larkan, yarim oy bir kun to'lin bo'larkan. Qanday dadam bor edi, bir so'zimga zor edi. Umrini yedi, dadamga yechilmanglar. Unimadi bo'lma hayron, unimadi bo'lma hayron. Sadarayhon, sadarayhon. O'sha kun men mast edim, men mast edim. Bir shirin bir achchiq totyapman, go'changa loyga botyapman. Aravamni o'zim botyapman. Sizga nima, sizga g'iybatchi. Qora ko'zlar, qora ko'zlar, qora ko'zlar, qora ko'zlar. Qayerlarga ketib qolding yorim, meni tashlab kelmaysan. Ura 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 yongan yuragim bilmaysan. Ura 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 kuygan yuragim sezmaysan.
yoshligimdan sevaman men ozodani, sulularning sardori Xonzodani. Baribir muqaddassan, muqaddas hayot. Sen baribir muqaddassan, muqaddas hayot. Aziz do'stlar, qadrli do'stlar, bugungi konsert dasturimizni boshidan oxirigacha suratga olgan Vista Video hamda uning mahoratli yigitlariga ham tashakkur deymiz. Bugun sizlarga boylik haqida qisqacha bir tushunchamizni gapirib o'tib ketsak. Kimdir uchun boylik pul, kimdir uchun avtomobil, kimdir uchun uy-joy, taqinchoqlar. Lekin bir narsani esdan chiqarmang, maksimum jamoasi uchun boylik bu siz aziz muxlislar. Mana shu konsert dasturimizni tashkil etishda o'zini yaqindan yordamini ayamagan Almix Group hamda uning asoschisi Niyozaliyev Abdusalom akaga, shuningdek Kukmara, Media Park, BQ smartfonlariga, Xalqlar do'stligi san'at saroyiga, barcha tashkilotchilarga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Salomat bo'ling, rahmat deymiz. Oz bo'lsa-da mehnatimizni qadrlab kelganingiz uchun sizlarga mingdan ming ta'zim qilamiz. Salomat bo'ling. Sizlarni sevuvchi jamoa Maksimum! Har bir hazillarimiz sizga yoqadi degan umidda yoqadi. Sahnada Maksimumda harakat, bunda harakat, yig'ilishda hamma do'st, bizga bo'ling siz ham do'st. Faqatgina bizga e'tiboringiz bo'lsa bas, ko'nglimizni hadya qilaylik sizga ham nafas. Bam 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 bam, o'ynab kuling do'stlar har dam, dam 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 oling konsertimizda har dam bam 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 bam, o'ynab kuling do'stlar har dam, dam 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 oling konsertimizda har dam. Deb boshladik hazillarimizni mana yana kayfiyat maksimum. Omad tilayman bolalarga, baraka topsin. Bu yil 3 kun bo'ldi, keyingi yil 6 kun bo'lsa, keyin 9 kun bo'ladi. Ko'p. Omad bolalarga zo'r. Qadaring xafa bo'lmang, yo'q, aslo yo'q bo'lmang ovora. Bam 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 bam, o'ynab kuling do'stlar har dam, dam 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 oling konsertimizda har dam, bam 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 bam, o'ynab kuling do'stlar har dam, dam 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 dam. Ketma-ketlik temporitm dasturini boshidan oxirigacha saqlanib qoldi. Tomoshabin zerikmadi, tomoshabin miriqdi, maza qildi, o'ziga tanish bo'lgan, o'zini qalbini qiynayotgan bir savollarga nima deydi, muammolar yoritib chiqarildi yumor ostida va bu juda ham ko'p vaqt sarflangan, puxta rejalashtirilgan tomosha ekanligi bilinib turardi. Bu bilan barcha shu jamoa a'zolarini chin dildan tabriklayman. Bam 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 bam, o'ynab kuling do'stlar har dam, dam 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 oling konsertimizda har dam, bam bam bam, o'ynab kuling do'stlar har dam, dam 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 oling konsertimizda har dam. Menga
konsert juda ham yoqdi. Ozoda opam, Ne'mat akam, Oybek akam hammaligi o'sha bomba, udar. Konsert zo'r bo'ldi. Keyingi yil xudo xolasa bundan ham kuchli bo'ladi. Balki keyingi yil ham bo'lib qolishi mumkin. Maksimum jamoasi hammaligisi mujik. Endi nima deyman, omad tilayman. Men buni mashaqqatini bilaman. Yigitlarga gap yo'q, qoyil, temalar juda ham zo'r. Har xil mavzularni ko'tarishgan. Shuning uchun nima desa bo'ladi, yana ham zo'r qilib muxlislaringlarni ko'rdik. Bugun hammasi kayfiyatda, har bitta gapinglar qarsaklar bilan qo'llab-quvvatlab turishdi. Bu sizlarning juda ham katta yutuqinglar. Maksimum jamoasiga, aristokratlar jamoasidan omadlar tilab qolaman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, hech qachon so'nib qolmanglar. Omad va faqat omad. Xullas, konsertga gap bo'lishi mumkin emas. Maksimum jamoasiga iloyim omad tilaymiz. 100 yil yorimiz. Ozodaxonga ham to'g'risi sahnaga chiqqanda ko'zlarimga yosh keldi. Mana o'zlari ham to'g'risi vafshi gapirishim o'zgacha pozitiv bilan, o'zgacha yo'nalishda, hatto qabristonskiylar chiqdi orada, maza qildim o'sha joyga, katta bolaga. Xullas, omad, joninglar sog' bo'lsin. Bizga ham shunaqa katta sahnalarga chiqish nasib qilsin. Rahmat.